Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Krezor. Bugungi videoda biz 5 ta lifehacklarni sinab ko'ramiz. Ularning ichida har xil qiziqarli va ajoyib lifehacklar bor. Qani unda videoga ketdik. Birinchi lifehackimizdan boshlaydi. Birinchi lifehackimizda bizga pechenye va parrot, ya'ni to'tiqushning tuxumi kerak bo'ladi. Uchib ketdi-ku bu, mayli. Yangi parrotni qo'yib olamizda pechenyani yediramiz. Endi bu albatta o'xshadi. O'xshadi. Ko'rdinglarmi, zaharlandi. Pechenye to'tiqushni zararladi. Bu chiroyli ekan lekin. Zaharladi. Bu lifehackimizga ham endi bitishga qo'yamiz. Ya'ni bu lifehackimiz ham o'xshadi. Biz ikkinchi lifehackni ham boshlaydik. Bu lifehackda biz tosh va mushukning, ya'ni mushukning spawn pointi, ya'ni ana shu tuxumini olib olasizlar-da. Shunaqa blokdan kattaroq, ya'ni o'zingizlarga mos qilib qurib olasizlar. Chunki bu lifehack o'xshasa men jinni bo'lib qolishim mumkin. Albatta jigarlar. Chunki bu lifehack o'xshashiga juda tan bermayman. Chunki mushuk hozir shu yerdan qo'ysam, italib yuborsam, itarsam, keyin esa shu tushganida tirik qolish kerak ekan. Hozir ko'ramiz. Mana. Qani 1 2 3. Hozir pastga tushib ko'ramiz. Birinchi o'rinda biz mana har xil mushuklardan qilib olamiz. Har xil mushuklardan qilgandan keyin pastga asta-sekin qadam qo'yib tushib olamiz. Endi oh my god. Bro, nima gap? Nima degani endi bu? Bu lifehackimiz ham o'xshadi. Bu lifehackimizga ham bitishga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu lifehackimiz o'xshadi. Mana biz 3-lifehackni ham boshlab oldik. Bu lifehackda biz anvilni ochamiz-da, name tagni qo'yamiz-da, name tag degan joyini o'chirib turamiz-da, jeb deb yozib olamiz. Keyin jeb deb yozib olgandan keyin buni olib olamiz-da, bizga qo'y kerak bo'ladi. Qo'yni bosamiz-da, jebga name beramiz. Nimaga qilmadi? Xato qildim shekilli. Hozir boshidan qilib ko'ray. Video esimda shunaqa edi shekilli. Hozir ko'ramiz. Jeb deb bu yerga pastki chiziqcha ham qo'yish kerak ekan. Bu yerga pastki chiziqcha qo'yamiz-da, qo'yni name tag beramiz. Name tag bergandan keyin esa o'xshadi. Jigarlar, bu lifehackimiz ham o'xshadi. Endi esa videoni tugatish vaqti keldi. Qani bunga ham berib ko'raylikchi. Junning hamma juni, qo'yning junlari har xil rangda bo'lyapti-da. Bu lifehackimiz ham o'xshadi. Men sizlar uchun ajoyib videolar chiqaryapman. Lekin sizlar shunda ham obuna bo'lmayapsizlar. Hali ham kanalimizda 92 ta obunachi bor. Buni 100 qilish niyatim bor. Albatta sizlar 100 qilib qo'yinglar.